Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Fransiyaning eng oliy mukofoti Faxriy Legion ordeni bilan taqdirlanishi mamlakatimiz rahbarining xalqaro maydondagi tashabbuslari va keng qamrovli sa'y-harakatlarining yuksak e'tirofidir. Prezidentimizning davlat tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlar O'zbekiston va Fransiya o'rtasida o'rnatilgan strategik sheriklik munosabatlari esa ikki mamlakat hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilganligini yaqqol namoyon etmoqda. Tashrif doirasidagi muzokaralar natijalari hamda imzolangan bitimlar yuzasidan keng jamoatchilik fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Davlatimiz rahbarining Fransiyaga tashrifi haqiqatan ham tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan tashrif deyishimiz mumkin. Chunki mana O'zbekistonda 30 yildan oshiq vaqt davomida Fransiyaga ilk marotaba davlat tashrifi amalga oshirilmoqda. Bu davlat tashriflari diplomatiyada eng yuqori darajadagi tashrif hisoblanadi. Bu galgi tashrif doirasida davlatimiz rahbari Fransiya yetakchisi bilan bir qator muzokaralar olib bordi va aytish kerakki, mana shu muzokaralar davomida 2023-yil Samarqandda shu mamlakat yetakchilari o'rtasida erishilgan kelishuvlar bugungi kunda o'z samarasini berayotganligi, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tovar ayirboshlash 1 milliard yevrodan oshganligi, qo'shma korxonalar soni 4 barobar oshganligi hamda bugungi kunda Fransiyaning yetakchi korxonalari O'zbekistonda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotganligiga alohida ahamiyat berildi. Shuningdek, mana shu demak tashrif doirasida bir qator loyihalar, bir qator bitimlar imzolandi hamda innovatsiya hamda sanoat yo'nalishida o'zaro bir nechta loyihalar imzolandi. Jumladan mineral xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash, infratuzilma, energetika, transport yo'nalishidagi umumiy qiymati 6,5 milliard yevrolik loyihalar imzolandi hamda kelgusida ushbu loyihalarni ustida ishlash natijasida 12 milliard yevroga yetkazilish kelishib olindi. Davlatimiz rahbari mana shu uchrashuvlar davomida bir qator takliflarni ilgari surdilar. Jumladan ikkita mamlakat o'rtasida investitsiya kengashini tashkil etish bo'yicha taklifni berdilar hamda mana shu kengash Toshkent shahridagi bo'lib o'tadigan investitsiya forumida demak ishtirok etish bo'yicha ham alohida o'zlarining mulohazalarini bildirib o'tdilar. Aytish kerakki, bu davlat tashrifi yana bir jihati ikkita mamlakat o'rtasida strategik sheriklik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiya qabul qilindi va ushbu deklaratsiya doirasida bir qator muhim hujjatlar qabul qilindi va ushbu hujjatlar ikkita mamlakatda demak o'zaro sheriklik munosabatini yangi bosqichga olib chiqishga, o'zaro manfaatli munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan hujjatlar bo'ldi. Shuningdek, mana shu davlat tashrifi doirasida davlatimiz rahbari Faxriy Legion ordeni bilan mukofotlandi. Aytish kerakki, bu orden bu nafaqat Fransiyada, balki bugungi kunda butun dunyodagi eng bir yuksak bir mukofotlardan biri hisoblanadi. Ushbu mukofotlar bilan bugungi kungacha Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Nelson Mandela, Charles de Gaulle kabi tarixiy shaxslar mukofotlangan edi. Ushbu yuksak darajadagi mukofotda davlatimiz rahbariga ham topshirilgani bu mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlarga juda katta qo'shilgan hissa. Mamlakatlar o'rtasidagi savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy hamkorlikda bugungi kunga yuqori darajada ekanligiga berilgan baho hamda kelgusida mana shu ishlarni yanada rivojlantirishga demak hissa qo'shishi haqida ham fikr-mulohaza bildirildi. Aytish kerakki, mana shu tashrif doirasida Fransiya prezidenti so'zga chiqib, O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilash to'g'risida ham bir qator fikrlarni bildirib o'tdi. Quvonarli jihati, Fransiya yetakchisi o'zini nutqini o'zbek tilida yakunladi hamda ijtimoiy tarmoqlarda bu haqida o'zbek tilida munosabat qoldirilganligi bu O'zbekistonga berilayotgan e'tibor, O'zbekiston hamda Fransiyani demak o'zaro manfaatli bo'lgan ikki tomonlama, ikki tomonga ham foyda keltiradigan mana shu yaqin aloqalarda yo'lga qo'yilganligidan dalolat beradi.